Hurmatli bo'lajak onalar, ya'ni homilador ayollar, agar sizda tishlarning sinib to'kilishi, sochlarning to'kilishi, tirnoqlarning mo'rtlashishi, muskullarning titrab tortishishi, ayniqsa tunda kuzatiladigan boldir muskullarining og'rib tortishi kabi belgilar kuzatilayotgan bo'lsa, bu sizning organizmingizning kalsiy ioni yetishmayotgani haqidagi signalidir. Bunday holatlarda farzandingiz rahit kasalligi bilan tug'ilish ehtimolligi ortadi. Rahit bu suyaklarning asosiy tarkibiy qismi hisoblangan kalsiy va fosfor moddalari va ularni so'rilishini ta'minlab beradigan vitamin D yetishmasligi kasalligidir. Kasallik bilan chalingan bolalarning dastlabki belgilari haddan tashqari ko'p terlash, ayniqsa bosh sohasida, terlash natijasida ensa sohasidagi sochlarning to'kilishi, bola o'sgani sari vaqtida chiqish kerak bo'lgan tishlarning kechikishi, liqildoqning 1,5-2 yoshgacha bitishidagi kechikishlar kabi belgilar kuzatiladi. Bu kasallik belgilari bartaraf etilib davolanmasa, bolalarda qovurg'a sohasida, qovurg'aning to'shqa birikish sohasida tasbeh donachalari deb ataluvchi belgilar, peshonaning bo'rtib chiqishi, suyaklarning mo'rtlashib, qiyshayishi kabi holatlar kuzatiladi. Kasallikning eng og'ir holatlarida esa bolaning o'sish va rivojlanishida qaddi-qomatiga ta'sir ko'rsatib, oyoqlarni yurayotgan bolalarning oyoqlarining X-mon va O-mon qiyshayishiga sababchi bo'ladi. Kasallikni oldini olish uchun homiladorlik davridan boshlab kalsiyga boy bo'lgan moddalarni iste'mol qilish, kalsiy va vitamin D preparatlarini doimiy iste'mol qilish, yangi tug'ilgan chaqaloqlarga esa 2 haftalikdan boshlab 500 ta'sir birlikdagi 4 tomchidan vitamin D preparatlari, 3 oylikdan boshlab 6 tomchidan doimiy berish tavsiya qilinadi. Hamda toza havoda quyosh nurlari ostida kuniga 1,5-2 soat davomida albatta sayr qilish tavsiya etiladi.